Falastin arablarini Markaziy Osiyoga ko'chirish rejasi. O'zbekistonliklarning katta qismi tildan bol maqtovchi SSSR dunyoda birinchi bo'lib Isroil davlatini tan olganini bilarmidingiz? 1948-yil 14-may kuni Isroil davlati tashkil topgani e'lon qilinadi. Oradan 3 kun o'tib 17-may kuni SSSR dunyoda birinchi bo'lib Isroil davlatini tan oladi. Hatto AQSh ham Isroilni 1,5 yildan keyingina tan olgan. Sovet davlatining Isroilga mehribonligi bu bilan cheklanib qolmagan. BMT 1947-1948-yillarda Falastinni ikkiga bo'lish masalasini muhokama qiladi. Sovetlar Falastindagi Isroil davlati ikkiga bo'linishini to'xtatish uchun juda bir qiziq reja ishlab chiqadi. Ular barcha falastinlik arablarni Sovet Markaziy Osiyosiga ko'chirish va bu yerda Arab Ittifoqi Respublikasi yoxud Falastin arablarining avtonom viloyatini tashkil qilish rejasini e'lon qiladi. Ushbu taklif 1948-yilning kuzida BMT Xavfsizlik kengashidagi SSSR vakili Manuilskiy tomonidan rasman e'lon qilinadi. Biroq qarshiliklar tufayli amalga oshmaydi. Agar bu reja amalga oshganda hozirda Markaziy Osiyo qanday siyosiy statusda bo'lishini taxmin qilish ancha qiyin. Lekin bu reja o'xshaganda 1989-1990-yillarda Moskva qo'zg'atgan millatlararo nizolar o'zgacha tus olishi ehtimoli katta bo'lardi. Bu esa o'z navbatida mintaqaning Moskva ta'siri ostida qolishini kafolatlardi. Ammo tarix bunga yo'l bermagan.